Alloh taolo agar bir bandani yaxshi ko'rsa, Alloh Jibrilga aytadi: "Ey Jibril, men falonchini yaxshi ko'rdim. Siz ham yaxshi ko'ring." Jabroil alayhissalom yaxshi ko'radi. So'ngra Jibril aytadi: "Ey samo ahli, ey maloikalar, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Ular ham yaxshi ko'radi. Samo ahli yer ahliga aytadi. Yerda kim yashasa, samo ahli ularga qarab: "Ey yer ahli, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Yer yuzida yashayotgan mahluqotlarning qalblariga ana shu bandaga nisbatan mehr, muhabbat solinadi. Tanimaysiz kimligini. Bunday qaraysizda, istarasiz ekanmi deysiz. Haligi odam bilan bir gaplashgingiz keladi. Haligi odam bilan bir ittifoq bo'lgingiz keladi. Endi aksincha, agar Alloh taolo bir bandani qilgan gunohlar tufayli yomon ko'rganidan keyin Jibrilga aytadi: "Ey Jibril, men falon bandani yomon ko'rdim. Siz ham yomon ko'ring" deydi. Jibril alayhissalom samo ahliga aytadi: "Ey samo ahli, Alloh falon bandani yomon ko'rdi. Sizlar ham yomon ko'ringlar." Samo ahli yer ahliga aytadi: "Ey yer ahli, Alloh falon bandani yomon ko'rdi. Sizlar ham yomon ko'ringlar." Qarabsizki, tanimaysiz, bunday qaraysiz, yoqmaydi hali odam, qo'y deydi, yoqmaydi. Demak, gunoh qilgan bandani Allohning g'azabiga qolishligi hamda mu'minlarning karohiyatiga qolishligi.